Hisobni to'layman. Choy-chaqaga pulim yo'q ekan. O'lib qolmayman. Sizga choy-chaqa berishim kerak. Unda bering. Lotereya chiptasi. Men omadsizman. Charli bo'la qol. Bir daqiqa. Menda bir fikr bor. Keling, hamkor bo'lamiz. Agar mana shu chipta yutsa, ertaga qaytib kelib yutuqni yarmini sizga beraman. Aks holda baribir yoningizga kelib choy-chaqa berib ketaman. Nima deysiz? Sizni ortiq ko'rmayman. Ertaga ko'rasiz. Kelishuvimiz esingizdami? Ha? Birinchi eshik 2 hissa choy-chaqa, ikkinchi eshik lotereya yutug'ining teng yarmi. Men hal qilayman. Yaxshi, yutuqni yarmini olaman. Ishonchingiz komilmi? Albatta. Shunday deyishingizga umid qilgandim. Ishonaman. Kelasi safar albatta omadim keladi. To'g'rimi? Umuman olganda omadimiz keldi. Biror nima yutdingizmi? Biz yutdik. Yaxshi. Xo'sh, biz nima yutibmiz? 4 million dollar yutdik. Shunaqa ham ahmoqona hazil bo'ladimi? Yo'q, bu hazil emas. Hazil emas deng. Yo'q, Yo'qmi? yo'q. Siz menga to'g'risini aytyapman deyapsiz. Aldayapti deb o'ylayapsizmi? Ha, xuddi shunday. Yo'q, biz yutdik. Lotereyadagi, Nyu-Yorkdagi asosiy lotereya. Nyu-York lotereyasini-ya? Ha, biz 4 million dollar yutdik. Kecha kechqurun Olbanidagi bowlingchilar jamoasi yutmaganida, bizning yutuq undan ham ko'proq bo'lardi. Ular 9 million yutishdi. Va o'sha yutuqni men bilan bo'lishmoqchimisiz? Va'dani bajarish kerak. Ey Xudo,